Sazan bilan bo'lmaydi. Yo'q, parodasi qanaqa aka yaxshimi? Ukrainka. Uzunasi ko'rsatdi, ama yoniga yapaloq bo'lmaydi. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Baliq bozori biz sazan chovoqlarini, amur chovoqlarini olgani keldik. Mana shunday joyga, Qo'rg'onchaga 29-mart 2026-yil. Xudo xolasa bularni Sarkis kanaliga qo'yib yuboramiz. Hozir suzishni boshlashadi. Kanaldan uzoqlashmang do'stlar. Videolarimizni kuzatib boring. Do'stlar, mana shunday baliq chovoqlarini olamiz hozir. Xudo xolasa. O'rtog'imniki edi-da bu. Men zo'rlik qilib olib qo'ydim. Naraqdimi? Yo'qda ham qilgansizlarmiz. Mirzaobodda edimi? Hozir Baku suzyapti-da, Bakuni oldiga borib ko'raman. Tepada hammasi. Nijniy ham yana yurmaylikdan o'rtara. Mana do'stlar, baliq chovoqlarini olgan keldik. Suzilyapti. Suzish jarayoni sazanlar chovoqlarini. Ularni olib Sarkis kanaliga qo'yib yuboramiz. Mana jarayon. Qaramizmi? Shunday anaqa qilamizmi? Qarang, tortaveramiz. Sazanni olib qo'yamiz. Nereki sazanni? Ana do'stlar, mana shunday sazanchalar olyapmiz. Sarkisga qo'yib yuboramiz bularni. Ukrainskiy sazanlar edi. Ana ko'limiz. Sirtiga ham mor qisganda ish qoldi-da, sirtga. Aka. Necha grammlik aka? Qancha miqdorda? 100 grammlik. Adashib qoldim. Avtobus 100, 120. O dumi chiqib turgan nima u? Amur chovoqlari. Do'stlar, shunday hajmdagi amur. Mana do'stlar, mana shunday 10 ta xaltaga sazan amur chovoqlarini soldik. Sarkis kanaliga qarab yo'l olamiz. 29-mart 2026-yil Sarkis kanaldamiz. Do'stlar, mana va'da berganimizdek Sarkis kanalga baliq chovoqlarini tashlayapmiz. Sazan va amur chovoqlari. Kuzatib boring do'stlar. Tak, birinchi patok. Mana Sarkis kanal do'stlar. Sayti dam.
Нормальный sazanjonlar. O, ana. Hammasi ukrainskiy uzun sazanlardan. Mana bu yoqlarda. Mana shuncha xaltalarda alchoqlar turibdi. Hammasini tashlaymiz. Bahrom tog'a. To'da yuribsan. Mana. Amurlar. Bu amurlar ketdi mana. Amurlar ketdi. Ketyapti. Mana katta. Yo'q, amuru. Amur. Kattalar bor. Amurlar. Ketyapti. Katta bo'lsin. Hali ku. Mana chiqdi. Oo. Mana ketdi. Mana kattalar. Sazanlar. Bandada ketyapti. Bor ekanga haqiqat deyapti. Mana maza qilyapti. Oo. Ana ketyapti. Tak. Maza qilishyapti. Do'stlar, sizlar ham mana shunday xayrli ishlarda faol ishtirok eting. Tabiiy suv havzalarimizga baliqchovoqlar qo'yib yuboring. O'z hissangizni qo'shing. Mana do'stlar, mana sazanlarni qo'yib yuboryapmiz. Mana shunday hajmda, bundan kattaroqlari ham bor. Oxirgi paketimiz. Yashasın, katta bo'lsin. Nasib qilsa, Xudo xolisa 2-3 yildan keyin katta bo'lganda albatta qarmog'imiz guladi. Nasib qilsa. Aka, anu mayda baliqni setkasiz olib ketayotganlarga ham bunasi duoring endi. Mayda baliqlar tashlab yuboringlar do'stlar. Katta bo'lganda o'shaysizlar. Do'stlar, mana qo'yib yubordik. Mana shunday xayrli ishlarda sizlar ham faol ishtirok eting. Kanallarimizda, daryolarimizda baliqlarimiz ko'payishiga o'z hissangizni qo'shing. Ana o'shanda 2-3 yildan keyin albatta ovga borganimizda natija bilan ortga qaytamiz. O'z hissasini qo'shgan mana shu do'stlarimizga ham katta rahmat. Garbuchilar deb qo'ying. Barchasiga katta rahmat. Mana ayamasdan shu yergacha kelib vaqtlarini qizg'anmay yordam berishdi, o'z hissalarini qo'shishdi. Do'stlar, mana shunday xayrli ishlarni qilishdan charchamang. O'z hissangizni qo'shing. O'zingizga yaqin bo'lgan suv havzalariga baliqchovoqlarni tashlang. Albatta nasib qilsa natija bilan ortga qaytasiz. Zero ehsonning mukofoti ehsondir.